sotiladigan uyingiz bormi? Reklama qildirmoqchimisiz? Tekinga shaxsan o'zim borib, siz uyingizni reklama qilib beraman. Tepada nomer qoldiraman, tez aloqaga chiqib, men bilan bog'laning. Hozirgi kelgan manzilim Yashnobod tumani, shahar sentrida, Panelli degan joyda 2 xonali dom sotilayotgan ekan. Kvadraturalari zo'r, remontlari yaxshi, arzonidan arzon narxga sotilayotgan ekan. Atrofga qarang, hamma narsa insoniyat uchun yashashga nima kerak, hamma narsa bor. Apteka, bozorcha, magazin, sentr joy ekan. Yo'l yuziga 20 metr. Bog'cha, maktab, bolnitsa, hamma narsa zo'r. Alinter, Gumbaz bozor, Vodiy Pitak, Qo'ylu bozor, Yangiobod bozorlariga 1,5-2-3 kilometr oralig'ida joylashgan. Zo'rmi? Vashi zo'r. Uy ichini bitta obzor qilib beraman, narxini ham aytib o'taman. Qarang, eng zo'r fishkasi ko'p joylarda uy olsang stoyankasini ham sotib olgin deydi. Bu yerda VIP ekan, mana stoyanka tekin. Qancha joy kerak, bemalol mashinangizni qo'yaverasiz. Yashash uchun zo'r. Ketdi, ichkarini ko'rsatib beraman. Kiraverishimiz mana asfalt qilib qo'yishibdi. Podest 5 etajli dommi 4-etaji ekan. Ichkarini ko'rsatib beraman. Ahil qo'shni, ahil mahalla, zo'r insonlar ekan. Ketdi, ichkarini ko'rsatib beramiz. Chiqib oldik mana 4-etajga. Podestlarimiz akkuratni, kraskalab, chiroyli qilib qo'yishdi. Uyimizga kiraverishida hamnaqa yangicha eshiklar qo'yib, chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Keling, operator. Ikki xona uy koridordan kiraverishingizda o'ng qo'lda hojatxonasi bor, bitta olib berasiz ichkarini, bu yoqqa o'tib olsak, buni ko'rsatib beramiz mana. Chiroyli qilib mehr berib qo'yishibdi. Keyingi xonamiz vanda. Keling, ikki xona shundoq koridordan kirganingizda smeshka deydi, bir-biridan o'tadigan uy. 45 kvadrat, ikki xona, remontlari sredniy. Bu yerda zal qilib, yo'q mehmonxona, kattalar yotoqxonasi foydalansangiz ham bo'ladi. Bu yog'imizda yana bitta xonamiz bor mana. Bolalar yotoqxonasimi, yo'q kattalar yotoqxonasi qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Remonti sredniy kelib yashasa bo'ladigan holatda. Men shuni bonusga gaplashib ko'ramiz. Qani baxtga. Qanaqa shu bu, kim biladi? Parodasini bilganlar kommentariyada fikringizni yozib yuboring. Bu oldin oshxona hisobida bo'lgan, bu yerda ham bitta xona qilib foydalanishayotgan ekan. Oshxonani balkonga ko'chirib qilib qo'yishgan ekan. 2-3 balkoni bor. Akfaromli qo'yishgan. Uyimizni holati sredniy, o'rtacha holatda kelib yashaydigan holat ekan. Uy narxini $45,000 so'rayaptilar. Atrofga nisbatan arzon narx. Yana kelishtirsa bo'lar ekan. Xohlasangiz ipoteka qilib olsangiz ham bo'ladi. Kredit deydi, kreditga ipotechnik qilib berishar ekan. Past egasi nomerini qoldiraman. Telefon qilib savdolashinglar, balkim yarim narxiga berar, balkim namuncha pulimni ortsangiz kelisharsizlar, balkim o'sha ipoteka variantga olarsizlar. Zo'r joy, lokatsiyasi vobshe zo'r. Hamma narsa bor atrofda. Yashashga nima kerak, hamma narsa. Bog'cha, maktab 20 metr, 50 metr atrofida. Zo'rmi? Vobshe zo'r. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya bor. Reklama xizmati kerak bo'lsa, tepada nomerim bor. Baxtli uylarim kanaliga obuna bo'lib, ikki xona arzon dom qidirib yurgan tanishlaringizga podelitsa qilib jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Kanalimdan uzoqlashmang, obuna bo'lib qo'ying. Arzonga uylar qo'yib boramiz. Siz ham uyli bo'lib qoling, manfaatdor bo'lib qoling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.